Zolotaya Koronadan sizning ham nomingizga roziligingizsiz, xabaringizsiz qarz olingan bo'lsa, ushbu videorolikni albatta oxirigacha ko'ring va Zolotaya Koronadan foydalanadigan do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Yana bir bor assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Hammasi yaxshimi? Kayfiyatlar qanaqa? Bir ayda barliq masala chechildi, kredit mening atıman o'chirildi, полностью 150 ming summa olchu. Так, mошенниктер alıp, доступ alıp birinchi men приложениема. Анан өзүнүн картасына акчаны чыгарып кетишкен болчу. Bir ayda chechildi. O'sha qarzni rasmiylashtirayotganida sizga xabaringiz bo'lganmi? Yo'q, bo'lgan. Rozilik bermaganmisiz? Bo'lgan. U alda bildirmasdan akkauntga dostуп olgan, shunaqami? Sizni kartangizga ham tushmagan pul. Yo'q. Siz o'z qayerdansiz? O'shton, Qirg'iziston. Biz o'sha Qirg'izistondan kuzatayotgan kuzatuvchilarimizga nima deysiz? Ko'pincha o'zbek tilida tushunmaydi-da. Shu holat bo'yicha, faoliyatimiz bo'yicha o'z tilingizda bir tushuntirib o'tsangiz. 150 ming qarzni bir ayda chechdi, полностью ishonchli netse полностью dokumentlar geldi. Zolotaya Koronanın özünün pechatlari bilan tipa atımda yo'q, istoriya полностью toza degan dokumentlar geldi men pochtamga. Tushuntirib aytingda, agar qarzni o'zlari olishgan bo'lsa, uni o'chirib bo'lmaydi, ishni. Если mошенничество bo'lgan bo'lsa, полностью ishonchli ekan, o'chirib beradi ekan. Аны qo'rqmasdan, qayerga o'rgile, o'zim to'layim debesden, qayerga o'rgile, mошенниктер o'zining mo'yniga qayta ilib qo'yishingiz kerak qanday narsalarni. Hurmatli yurtdoshlar, agarda qarzdorlikni o'zingiz olgan bo'lsangiz, uni hech qanaqasiga o'chirib bo'lmaydi, foizlarini ham olib tashlab bo'lmaydi. Agardagina firibgarlar sizning nomingizga qarzdorligi, sizning roziligingizsiz, xabaringizsiz rasmiylashtirib, o'zini kartasiga tushirib olgan bo'lsa, shu holatlardagina faqat jinoyat alomatlari topilganligi sababli shuni asosida qarzdorlik nomingizdan batamom olib tashlanadi. Biz faqat O'zbekiston fuqarolariga emas, boshqa yurtdoshlarga ham o'z huquqiy yordamlarimizni ko'rsatamiz. Faqat bizga ko'pincha o'z yurtimiz, ya'ni O'zbekiston fuqarolari murojaat qilgani sababli shunaqa mavzular ko'p bo'lgan. Agarda sizda ham xuddi shunday muammolar mavjud bo'lsa, bizning jamoa sizga o'z huquqiy yordamlarini ko'rsatishga doimo tayyor. Bizning manzilimiz Moskva shahrining metro Dubrovka 1-vixda joylashgan Astrum targ'ov sentrining 3-qavatida. E'tiboringlar uchun rahmat. Sizlar bilan Abubakir Safayev.